Sovet davrida nafaqat O'zbekiston, balki Moskva va boshqa respublikalarda ham nom chiqargan Ahmadjon Odilov haqida qamoqqa olingan davri va uning farzandlari va oilasi uchun naqadar ayanchli bo'lgani, Odilovning keyingi qismati, hibsga olinishi sabablari xususida so'z yuritamiz. Ayni ko'rsatuvimiz mehmoni Ahmadjon Odilovning katta farzandi, o'z vaqtida Sovet Davlat xavfsizlik qo'mitasida faoliyat yuritgan Anvar aka bo'ladilar. Internet ma'lumotlarida yozilishicha, Ahmadjon Odilovdan qamoqdalik vaqtida Islom Karimovga rahmat aytish so'ralgan. Ammo bu inson ayni qog'ozga imzo qo'yishdan bosh tortgan ekan. Prezidentga rahmat, haligi biroz kechirim degan joyi ham bo'lgan. Nima uchun rahmat deyishim kerak deganda, otib yuborganman qog'ozda deganda. Islom Karimov nomiga xat yozilmagan. Yo'q. Otamni kechiring, otam nima uchun? Yo'q, Unaqa bo'ldi deb. bo'lmagan. Chunki men shunday yozsam, mendan voz kechib yuborardim. 9 oy ishga kira olmadim chiqatga. Bizga qiziqda mana shu keyin qanday bo'ldi? Qanday hayot kechirdilaringiz mana? Ahmadjon Odilov 2016-yilda O'zbekiston prezidenti etib saylangan Shavkat Mirziyoyev faoliyati bilan tanishib, davlatimiz rahbariga yuqori baho bergan ekan. Mirzayevni Xudo shunday yaratgan ekan, shu ko'p ekan. Ana rahmat doktor. Shundan g'ayrati ko'p ekan. Ana rahmat. Anvar aka O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishganini, Ahmadjon Odilovni oqlashni so'rayotganlarini bildirdilar. Sharq ko'zgusi kanalining O'zbekiston tarixiga bag'ishlangan ko'rsatuvlari davom etadi. Yaqinda biz Sovet davrida nafaqat O'zbekiston, balki Moskva va boshqa respublikalarda ham nom chiqargan Sharof Rashidov va Sovet davlat rahbari Leonid Brejnev tanigan Ahmadjon Odilov haqida ko'rsatuv tayyorlab kanalimizga joylashtirdik. Ko'rsatuv davomida Odilov yashagan xonadon o'sha vaqtda ommaviy axborot vositalarida zindon deya e'tirof etilgan yerto'la, Ahmadjon Odilov ishlagan ofis va u tomonidan amalga oshirilgan yirik loyihalar xususida so'z yuritgan edik. Bu galgi dasturimizda Ahmadjon Odilovning qamoqqa olingan davri va uning farzandlari va oilasi uchun naqadar ayanchli bo'lgani, Odilovning keyingi qismati, hibsga olinishi sabablari xususida so'z yuritamiz. Ayni ko'rsatuvimiz mehmoni Ahmadjon Odilovning katta farzandi, o'z vaqtida Sovet Davlat xavfsizlik qo'mitasida faoliyat yuritgan Anvar aka bo'ladilar. Anvar aka, millatimiz tarixida barcha iz qoldirgan ajdodlarimiz doimo qalbimizda. Bugun nima deydi, biz Anvar aka Odilov bilan bu yer Yangi O'zbekiston bog'ida ataylab bir suhbat qurishni qildim. Juda ko'p lokatsiyalarimiz bor edi, o'ylab aytdim, to'xtadim. Yangi O'zbekiston. Nima uchun? Shu Shavkat Miromonovichni olib borayotgan yangi siyosatlari, Yangi O'zbekiston bog'i bir ramzi sifatida o'sha suhbatimizni bir bog'laydigan joy edi. Meni o'zim ham Anvar aka salkam 10 yil umri musofirlikda o'tgan. 2010-2013 Rossiya davlatida, 2013dan 2020-yilgacha pandemiyagacha Xitoyda. Keyin biz Shavkat Miromonovichning siyosatlarini ko'rib, ruhlanib, ayolim xitoylik, O'zbekistonda yashab ko'ramiz, qani deb kelib, mana shu yerdan qildik. Endi Anvar aka, men adres haqida bir ko'rsatuv qildim, chiqartirdim va u narsani ko'plar bildi, lekin bizga eng qizig'i mana kitoblarini ham olganmiz. 90-yildan keyingi voqealar bizga qiziqtiradi. Bilaman, endi mumkin biz savollar beramiz, javob berish o'z sizga bog'liq. Sababi haqiqatda bugun yoshlar bilishi kerak-da. Ma'lumki, Ahmadjon Odilov Sovet davlat parchalangach, qamoqdan chiqqach, mustaqil O'zbekiston davrida yana hibsga olingan. Xo'sh, bu davrda qanday voqealar sodir bo'lgan? Qamalishiga asosiy sabab nima bo'lgan? Asosiy sabab siyosiy vaziyatni o'zgargani o'sha davrga kelib. Asosiy sabab birinchi prezident bilan o'rtaning buzilishi. Bu yerda shu siyosiy vaziyat dedimi? Shu davrning ichida otani oldiga kelib
u siyosatga qo'shiling, bu harakatga qo'shiling degan takliflar ko'p bo'lgan. Internet ma'lumotlarida 1991-yilda Yozuvchilar uyushmasi syezdida birida Odilov milliy qahramon deb e'tirof etilgan. Bu voqea chindan sodir bo'lganmi? Ayni savolga javob ham oldik. Bular shu yozuvchilarni konferensiyasida shunaqa deb berishgan. Konferensiya hatto murojaat ham qabul qilgan. Hali sud tugamaganda, bu Toshkentda o'sha sud davom etyapti. SSR Oliy sudini majlisi. Shu davrda bo'lgan shu. Endi uning uchun birinchi prezident xarakterini bilish kerak. U odamga bu gaplar albatta yoqmaydi. Lekin dadam oxirida ham mana Islom Abdug'aniyevdan keyin 1 yil yana hayot ko'rdi. Yomon gapirmadi o'lgandan keyin. O'lguncha so'kib yurdilar uni. Tiriklik paytida. O'lgandan keyin bir og'iz yomon gapirmadilar. Aksincha bizga topshiriq berdilar, mana shu birinchi prezident xotirasi uchun Xudoyi oshliq qilinglar. Birinchi G'urumsaroyda boshlandi, keyin Qo'qonda borib qildik, keyin Angren shahrida berdik, keyin Toshkent viloyatida bitta osh berildi, keyin ukalarim borib Farg'onada berib keldi. Bu Karimov vafotidan keyin. Odilov o'zining sobiq yerlarini so'raganmi? Mish-mishlariga qaraganda Ahmadjon Odilov ozodlikka chiqib kelgandan keyin o'zlariga yer so'ragan, o'zlarining yerlarini so'ragan, o'zlarining mol-mulklarini so'ragan. Bu narsa o'sha birinchi prezidentga yoqmagan degan narsa bo'lgan. Endi shu narsalar bo'lganmi endi shu? Yo'q, mol-mulkni surishtirmagan, so'ramagan ham. Lekin odamlarning ichida shunday gap bo'lgan. Shu mulklarni o'zini mulkini demaymiz, o'zini mulki masalan uyni ko'rdinglar, qanaqa holdayligini. Bu endi hozir ukam ko'rsatgani. Aslida mulk shu xo'jalik uchun, o'sha yurt uchun qilingan mulk bo'lgan. O'shalarni surishtirgan. Mana aytadilar, bir necha ming tonnalik turbalar kelgan. Suvlar 360, uni xabarim bor. Suvlarni chiqarish. O'sha yerni tagidagi turbalar ham kovlab ketilganda, nasoslar buzilgan. Chunki o'sha yangi yerlarni sug'orish uchun daryoni suvini olib Shimoliy Farg'ona kanaliga tashlangan. Shimoliy Farg'ona kanalidan yana nasos bilan o'sha cho'llarga chiqargan. Mana shu cho'ldagi joyda mana prezidentimiz borib ko'rdilar-ku 20-yilda o'sha yerda Shavkat Miromonovich topshirig'i bilan bog'dorchilik klasteri tashkil bo'ldi. O'sha joylarda. Bo'lmasam 40 yil o'sha 84-yildan beri qaqrab yotgan joylar bo'lgan. O'sha trubalarni, boshqa narsalarni surishtirishni boshlagandan keyin ba'zi birovlarga yoqmay qoldi deb o'ylaysizda? Bo'lgan bu narsa, ha, to'g'ri. Endi u katta mulk kirib kelganda o'sha SSR davrida hali birlashma, katta birlashma bo'lgan, yirik birlashma, 12 ta savxoz, 12 ta hali har xil turli tashkilotlar bo'lgan. Hozirgi zamon tilida hali kichik korxonalar deymizmi? U yerda mulk ko'p bo'lgan, lekin ota qamalishi bilan shu narsalar talon-taroj bo'lish boshlangan. O'sha davrda yo'q. Mana siz hali ko'rsatuvingizda bordingiz, sut tovar fermasi bo'lgan. O'shda 2000 ta qoramol bo'lgan, 2000 ta sut beradigan. Bu o'zimizdagi mollar emas, bular Yevropadan keltirilgan. Zotli qoramollar. Keyin o'sha yerdagi texnikaligi, sut sog'ish apparatura, texnika bunda yurish kerak edi. Sizlar hammasi bugungi zamonda qat. Ular hammasi yo'q bo'lgan. Men eshittirishingizni ko'rdimda, endi sizlar ko'rsatdinglar, haligi joyda o'zini. Undan tasavvur yo'q. Shuni 70-78-yillarda vertolyotdan olingan suratlar bor. Hali kompleks ko'rinadi, shunday qanday hali yirik masshtabdaligini. Uni o'sha davrda hali Malik Qayumov degan dokumentalist bo'lgan-ku odam, eng mashhur odamlardan. O'sha odam olgan. Chunki vertolyot bilan olish SSR paytda hozirgidek dronlar yo'q-ku. Vertolyotni zakaz qilish uchun harbiydan so'rash kerak, davlat xavfsizligidan so'rash kerak. U osonlikcha bo'lmagan narsa, ruxsat olish kerak. O'shanda masshtab ko'rinadi o'sha joyda, yo'q bo'lib ketgan. Shundan asorat ham qolmaganligini ko'rdingiz. Bunaqa ishlar ko'p bo'lganda, surishtirish o'sha davr, o'sha narsalarni surishtirishi bo'lgan. Nimaga ketdi, qayoqqa ketdi,
man o'zim ham bittasida guvoh bo'lganman. Havodan chiqqanlariga bo'lgan bo'lsa 3 kun, 4 kun. Men ham o'sha G'urumsoydaman. Shveysariya modullari bo'lgan. Bular mana shunaqangi haligi katta obyektlarni ustunsiz quradida endi-da, bir-biriga ulab ketadi. Shuni bittasi qolgan ekan, hali demontaj qilinmagan. Shuni o'sha kuniga mo'ljallab turib rayonni hokimi kesishni boshlagan. Keyin biz ham bordik, ko'rdim, kesib tushirib qo'yibdi-da. Shu qolganicha to'palang qildilar, hali hokimni ham so'kdilar. Shu turganicha turdi, yanagi qamalganlarcha yerda turgan o'sha narsa. 1 yilmi, 2 yilmi turdi. Keyin endi yana egasiga chiqib ketdi qaqa. Sotib olgan, kim sotib olgan biz? Suhbatdoshim Ahmadjon Odilov qamalgan vaqtlarida oila uchun o'ta mashaqqatli bo'lganini qayd etib o'tdi. Sizlar mana shu davrda qanday hayot kechirdilaringiz? O'sha o'g'illari, farzandlari, qarindoshlari? Endi birinchi Sovet davrini olsak, u murakkab davr bo'lgan. Chunki mustaqillik davridagi hibsdagidan nisbatan. Chunki mustaqillik davrida hamma narsa jimjitlik bilan, shuv-shuvsiz, matbuotda ham ishtima yo'q, boshqa joyda ham odamlar bilmagan ham Ahmadjon Odilov qamalganini. Lekin SSR davridagi bu o'ta ketgan razillik bilan tashviqot olib borilganda, shu o'zimizdagi mahalliy axborotdan ko'ra markazda axborot vositalari, ommaviy axborot vositalari. Asosan Aganyok jurnali. Yo'q, Aganyokdan ham ko'ra literaturniy gazeta, yozuvchilar uyushmasining gazetasi. Ular ham bir davr jim turdi, bir davrgacha. Lekin siyosat Gorbachov hukumatga kelgandan keyin topshiriq shunday bo'lganki, O'zbekistonda faqatgina negativ material gapirish mumkin degan. Ijobiy narsani ko'rsatish taqiqlangan shu. Buni o'sha davrda O'zbekistonga rahbarlikka yuborilgan Anishev Vladimir Petrovich degan odam bo'lgan. Bu Usmonxo'jayevdan Usmonxo'jayevdan keyingi ikkinchi shaxs bo'lgan, lekin aslida birinchi shaxs. Shu o'zini qoldirgan kitobi bor, katta kitob. Vostochniy Ornamen degan kitob yozgan. Shu yerda keltirgan shu odam, shu topshiriq olgan degan. Topshiriq shu 88-yillarda bo'lgan. Shundan keyin faqir-fuqur qilib negativ material ketdi. Birinchi bo'lib Ahmadjon Odilov ketdi. Zona molchaniya degan o'zbeklarimiz sirli saltanat dabdabali qilib tarjima qilib yozishdi hamma gazetalarda. Keyin hali Buxoroga tegishli bo'lgan Kobrina zavodi deb Pravda gazetasi shu bilan ketdi. Aganyok boshqasi hammasi yozishni boshladi-da. Chunki u og'ir vaziyat edi o'shanda. Ahmadjon Odilov hibsga olingach, Anvar Ahmadjonov ham Davlat xavfsizlik qo'mitasidan bo'shatilgan. Bu namoyishkorona tarzda amalga oshirilgan. Endi uzoqqa bormaylik. Misol sizga qilib olamiz. Men bilganim, siz Milliy xavfsizlik o'sha KGBda ishlatgan davrlar bo'lgan. Adres qamaldilarda, siz ham ishdan ketdingiz. Lekin menga aytishdiki, agar qamalmaganda sizni bir boshqa davlatga elchi sifatida jo'natishlari kerak edi. Mana shu ham qolib ketdi dedilar. Yo'q, unday gap yo'q edi. U paytda elchi bo'lish uchun diplomatik akademiyani bitirish kerak, diplomatiyada ishlash kerak. Men Moskvada hozir shuni o'qishni nomi bilim yurtini FSBning akademiyasi deyiladi. O'shani bitirib keldim. 2 yil o'qidim. Qizil diplom bilan bitirib keldim-da, 1 yil ishlamasam mana o'sha ishlar bo'ldi. Shu bilan hali meni nima deydi, ko'rgazma sifatida tashviqot bilan bundoq o'rab turib ishdan bo'shatishdi-da. Mendan keyin qamalgan obkom sekretarlari, boshqalar, masalan, Rashidov o'g'li birga ishlaganmiz. Ularni bo'shatishi yumshoqqina ketdi hammasi. Lekin meni shunday ko'tarishdi, dabdaba bilan qilib, boshqa qilib, partiyadan o'chirib, boshqa qilib nima deydi, qo'rqinchliroq, vahimaliroq tus berib bo'shatishdi, boshqalarga o'rnak bo'lsin dedim. Lekin men ishlab yurgan davrda bironta bir qonunbuzarlikmi yo bo'lmasam
Zug'um, pora. zug'um, pora degan narsa u idorada umuman yo'q edi. Bir qadam ham yoqib buzib harakat qilish bo'lmaganmanda, lekin shunday qilib bo'shatishdi. 9 oy ishga kirolmadim chiqatga. Olmaydi. Qiziqda mana keyin qanday bo'ldi? Ha? Qanday hayot kechirdilaringiz mana? Mana 9 oy yo'q ish. Bunga borasiz, xo'p deydi, anketa yozganingizdan keyin ertasiga borsangiz bir baj topadi. Oxiri shu xabar shu KGBning raisiga yetib borgandan keyin aytgan O'zbekiston O'zbekiston KGB ishga joylab qo'yiladigan. Men shu aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida ishladim. 7 yildan oshiqroq. 7 yil. Ishlaganda ham nima? Qanday ish? Institut bitirib kelgan odam o'sha ishga rozi bo'lmaydi. Injener nalatchik degan vazifa. Injener nalatchik bu sexlarda yurib, o'sha stanoklarda buzilgan joyi bo'lsa, turib toza topishingiz kerak. Demak, men yana institut bitirganimga necha yil bo'lgan, o'tirib o'rganib chiqishga majbur bo'ldik shu narsalarni. Yana uni ustiga u hali mutaxassislik bo'yicha emas bu narsa endi. Zavodda ishladim 8 yil. Men nima uchun zavodda ishladim? Men aytdimki, mana ko'rsin odamlar, Ahmadjon Ozilovning o'g'li shunaqa banditmi, shunaqa nima deydi, poraxo'r odam bo'lsa qanday yurishni ko'rsin dedimda. Mana 8 yil, salkam 8 yil ishladim. Mustaqillik yillarida esa Odilov oilasi uchun avvalgidek zug'um bo'lmagan ekan. Mustaqillik davrida bizga ta'sir ham yo'q, zug'um ham yo'q, hech nima yo'q. Umuman hech nima. Faqat otani qamashdi, bo'ldi, xolos shu. Bizga hech qanaqangi tazyiqlab o'tgan yo'q. Umuman. Faqat shu tinchgina ota endi to'g'ri 15 yil xabar oldik. Zonadan zonaga ko'chiraveradi, yangi srok beraveradi. Nima uchun 8 yil o'tirganini o'sha qaysi ma'noda o'sha 8 yilda Adeys SSR qamoqxonasida o'tirdilar, lekin qolgan 16 yil, to'g'ri aytyapmanmi yoki 15 yil. 15 yil, endi 24 yilda umuman hisobganda o'shanda qaysi bilan O'zbekiston qamoqxonasida, mana endi yurib qilamiz. O'zbekiston qamoqxonasida o'tirdilar. Nima uchun? O'sha narsani men sizdan bir so'ramoqchiman. Endi og'ir savol bu, to'g'risini aytsam. Men shu kitoblarda ham bir javob berishga harakat qilganman. Vaziyat shundan taqozo etganki, o'sha davrda endi birinchi prezident siyosatiga bog'liq bo'ladi-da baribir hamma narsa. 1993-yilda Ahmadjon Odilov 5 tonna o'g'it o'g'irlandi degan hukm bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu voqealarni Anvar aka quyidagicha gapirib berdilar. O'zalik o'g'it degani ammafos o'g'it bu ikkilamchi narsa. U o'g'itga davr, o'g'itga qadar o'sha SSR prokuraturasi olib borgan tergov ish sud, SSR Oliy sudi yakunlay olmadi-yu. Ozodlikka chiqib 2 yil yurgandan keyin 2 yil ichida otam qamaldi. 24-dekabr kuni 91-yilda o'sha kuni Olmaota deklaratsiyasi qabul qilingan u. SSR tugatildi. O'sha kuni SSR Oliy sudi shunga cho'r tan olmadi-da SSR yo'qolganini. Aslida SSR yo'q edi o'sha davrda. O'sha kuni tan olib 24-dekabr kuni sudlanuvchilarni dadam ukalarim Mo'minjon Odilov yana ikkita hamqishlog'imizni ozodlikka chiqardi. O'sha подписка не выезди, o'sha o'zini qishlog'ida yurish turish bilan O'zbekistondan chiqib ketmaslik sharti bilan. Bu arada sal vaziyat o'zgargandan keyin o'sha ishlar yana qaytadan tiriltirilib sud boshlandi. O'zbekiston Oliy sudini ishi boshlandi. O'sha eski prokuratura, Sovet davlatidagi prokuratura ishi bo'yicha. Bu sud Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahriga tayinlandi. Bular hammasi ochiqda yuribdi, sud bo'lyapti. Shu yerda o'sha 5 tonna ammafos o'g'it ishi kelib chiqadi. Farg'ona viloyatini Qo'qon shahri ichki ishlar Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasini tergovi boshlanadi. Qo'qon shahri o'sha ichki ishlar bo'limi. Bular
sanksiya beradi qamoqqa. Sud bo'layotgan joydan ota qamoqqa olinadi. Endi o'zi u nima edi haligi 5 tonna nafas. Bu bunday bo'lgan. Qo'qonda yurganlar mehmonga chaqiradi, u qiladi, endi yangi chiqilgan odam. Shu yerda bittasi rahbarlardan, o'sha ko'chadagilardanmi, uylardan Ahmadjon aka qishloq xo'jaligida o'g'it kerak bo'ladi degan. Siz nima deyapsiz? O'g'it kerak bo'ladi juda ham. Vaqti kelganda eshelonlab olganman o'g'itni deydilarda, haligi telefon bilan boshqa bilan. Mana bu odam o'tiribdi, shu deydi, Qo'qondagi ximiyani boshlig'i deydi. Shu odam o'g'it beraveradi deydi. Endi bu odam bersa arzimagan o'g'it beradi, nima qilamiz deydi-da. Shu o'rtada haligi tanish odammi, dadami borib aytgan bo'lish kerak, shu bir o'g'it bergin degan. Keyin bir mashina bitta samosval eski ZIL mashina 5 tonna sig'ar ekan, shu o'g'itni olib Urumsaraga jo'natishgan bular. Dadam u odamni na taniydi, na gapirishgan, na boshqa qilgan. Shu bilan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu bo'ladi 5 tonna amofos o'g'itini talon-taroj qilish. Shu bilan qamoqqa olinadi-da, Sirdaryodan, Yangiyerdan etap qilib Qo'qonga ketiladi. Qo'qon sudi shu ish bo'yicha buni endi o'sha o'g'irlik, talon-tarojlik deydi uni. Eng qizig'i qamoq muddati yakuniga yetar ekan, yana yangi ayblovlar bilan qamoq muddati uzaytiraverilgan. 4 yil qamoq jazosi beradi. Qamoq jazosi berilgandan keyin dadamni yana o'sha Sirdaryoga ko'chirishadi. Xovosdagi endi boshqa qamoqxona yo'q, Xovosda shunaqa izolyator deydi, endi vali qamoqxona emas. O'sha yerda yotadi, sudga chaqiradi, keladi, ketadi, shunday qilib 1 yilga yaqin davom etadi u sud ham. 93 da boshlangan bo'lsa, 94-yil iyul oyida yakunlanadi. 10 yil qamoq jazosi. O'sha eski materiallar bo'yicha bu qaysi statyaligini aytdim. U 94-yilda ham hali O'zbekistonda jinoyat kodeksi yo'q. O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 88-modda B bandi bilan 10 yil jazo beradi. Eng haligi maksimal srok, eng yirik shu moddani eng balandi. U nimaki tan jarohat yetkazish. Bo'lgan gapi Namangan viloyatini bitta rahbarlari bilan urush bo'lgan, janjal bo'lgan. U odam qattiq kalta yegan. Bu bo'lgan 78-yilda bo'lgan. Hozir gap 94-yil ustida ketyapti. 78-yil bo'lgan ikkita odamni urushi, u odam kalta yegan, qattiq kalta yegan, o'rta buzilgan, lekin ikkovlari keyin Nomanga dadam borib yarash bo'lgan, urushgandan keyin. Yarash bo'lgan hammasi o'tib ketgan narsa. Endi buni shu necha yil, 10 yil desak ham bo'lmaydi, 16 yil o'tib turib, shu odamga tan jarohati yetkazilgan deb 10 yil qamoq jazosi belgilanadi. Bu orada u odam yoshi o'tib, o'lib ham ketgan o'zi ham yo'q. Shu darajada bo'lgan. Endi bilaman haligi nima deydi? Adyol bu yoqqa tortib yopiladi, u yog'i chiqib qoladi, bu yog'i chiqib qoladi. U shunaqa ish bo'lganda. Keyin shu bilan ketdi haligi qamoq jazolari. Qashqadaryoning Shayxali degan zonasiga yuborildi. U yerda srok endi ular 8 yil o'tirib qo'ygan, 10 yil berganmisa 2 yil. 2 yil bo'lmasdan muddat tugayapti. Mazez yo'q deb Toshkentga haligi sanitarniy часть bor, Sangor deydi. U yoqqa davolanishga yuboryapti. Ular kelib Sangorga kirishda hali xaltasini tutsa ichidan narkotik giyohvandmanda chiqib kelyapti 2 gram. Endi u paytda hali nima deydi, bizni tizim uncha ishlashni o'rganmaganda endi qo'pol holatda ishlatib srok berish deb o'ylashganda, endi moda bo'lib qolgan giyohvandmanda uni tiqish, buni tiqish. Giyohvandmanda bilan sud qildi, Hamza tuman sudi. Menimcha 3 yil shunaqa muddatga qamoq jazosi berdi. Keyin yana ketildi o'sha qatga, bilmayman, Shayxalimi, yo Qiziltepami undan keyingisi. Qiziltepa, Shayxali, Kosonsoy,
Koson, Zarafshon qilib yurdilarda, Navoiy 5 ta joy, o'sha taraf. Bu tarafga koloniyalarga bo'lmadi hech ham, biron marta ham. Keyingi moddalar, yangi o'ylab chiqilgan moddalar bo'lgan. Jazoni o'tash muassasasini rahbarlarini haligi talablariga javob bermaslik, bo'ysunmaslik, qonunni buzish, bu yog'i shu bilan ketdi. Shu statyalar 4-5 marta takrorlanib, 15 yilga yetib bordi-da. Shunday. Internet ma'lumotlarida yozilishicha, Ahmadjon Odilovdan qamoqdalik vaqtida Islom Karimovga rahmat aytish so'ralgan. Ammo bu inson ayni qog'ozga imzo qo'yishdan bosh tortgan ekan. Islom Karimovga rahmat degan yozuv bo'lgan, faqat shunga imzo chekasiz degan. U qog'ozni olib otib olgan degan. Bo'lganmi shu narsa haqiqatdan? Shu gapni o'zlari aytgan. Mana o'sha haligi siz aytasiz, BBCni o'qidim deyapsiz. Pahlavon Sodiq bilan suhbatini ham eshitganman-da, birga bo'lganman bir payt. O'shanda ham shunday deganlar, shu prezidentga rahmat, haligi biroz kechirim degan joy ham bo'lgan. Shunda aytganlar, men qaysi gunohim uchun kechirim so'rashim kerak ekan, nima uchun rahmat deyishim kerak deganda, otib yuborganman qog'ozda deganlar. Uni ustiga qamoqdan chiqmayman deganlar. Ali. Qamoqdan chiqmayman deganlar. Menga MVD Ichki ishlar vazirligidan bir taniydigan odam edi, telefon qildi-da, borib dadangizni olib keting dedi. Sangordalar hozir dedi. Prezident qaror qabul qilgan. Shu qaror asosida yana Hamza tumani, chunki Sangor territoriyasi Hamza tumaniga qarab. Hamza tuman sudi qaror chiqargan muddatdan ilgari ozod qilish to'g'risida. Mustaqillik yillarida Ahmadjon Odilovni oqlash masalasida murojaat qilinmagan ekan. Buni Anvar aka quyidagicha izohladilar. Oqlashga, advokatlar yo'llashga, xatlar yozishga, xatlar yozilgan. Endi u SSR davrida-ku menday ko'p xat yozgan odam bo'lmagan shikoyatlar qilib. Lekin natija yo'q. Mustaqillik davrida shikoyatchilik bo'lgan emas. Islom Karimov nomiga xat yozilmaganmi? Otamni kechiring, otam nima uchun yo'q, unaqa bo'ldi deb. Bo'lmagan. Chunki men shunday yozsam, mendan voz kechib yuborardi. Adez, otam voz kechib borgan bo'lardi. Adezda bergan intervyularda ana qilganimda jurnalistlar so'rashganki, o'sha Islom Karimovni maqtab bering deganda, men Ahmadjon Odilov, agar hozir men bunday maqtab yozadigan bo'lsam, maqtab aytadigan bo'lsam, men pastga urilgan bo'laman. Lekin bu ishni qilmasam ham, ertaga farzandlarim bor. Ularga muammo bo'lishini xohlamayman deyapti. Shu balans ushlashga harakat qilganlar. Harakat qilganlar. Lekin o'sha Ali Pahlavon Sodiq bilan BBCni jurnalist bilan suhbatda aytayaptilar, men favqulodda kelib qoldim-da. Ikkinchi suhbat ekan, birinchisini bilmayman. Aytayaptilar, mana bu deydi, men ko'rsatib. Karimovni maqtab qo'ying deyapti deydi. Endi ozodlikka chiqqandan keyin men aytdim-da, bir maqtab ham qo'ying, mana ozodlikka chiqardi desam, ana nimasiga ozodlikka chiqardi? Men 15 yil gunohsiz o'tirdim-ku, nimasiga ozodlikka chiqaradi? Yoqmasdi shunday bir ikki oz maqtash. Lekin maqtash degan gap bo'lmagan Islom Karimovda. Lekin mana Shavkat Miromonovich to'g'risida fikr butunlay boshqa. O'sha birinchi nomzod ko'rsatilgan davrdan boshlab doim axborot yurganda bu odam, axborot. Bizdan ham oladi axborot, kelgan odamdan ham oladi. Kelgan odamni 3-4 soat so'roqqa tutmasdan jo'natmaydi. Ahmadjon Odilov 2016-yilda O'zbekiston prezidenti etib saylangan Shavkat Mirziyoyev faoliyati bilan tanishib, davlatimiz rahbariga yuqori baho bergan ekan. Xalqimizdan bu inson atrofida birlashishni so'ragan. Shavkat Miromonovich to'g'risida faqat yaxshi fikrda bo'ldi. Keyin bir do'stimiz yozma bo'lgan ekan, internet tarmoqqa chiqib ketdi-yu. Demak, u yerda aytayaptilarki, qisqachasi o'sha Shavkat Mirziyoyev haqida men bu odam to'g'risida ko'p o'qidim, ma'lumotlarni ko'rdim. Yoshligidan qiynalib o'sgan ekan, qiyinchiliklar bilan, lekin juda mehnatkash ekan. Xalqimizdan so'rayman deb aytdilar. Qo'shni mamlakatlardan ham so'rayman, aqllik bo'lishdi degan gaplarni gapirdilar-da. Qalbimda to'lib turgan gapni hali sizga aytdim. Mirziyoyevni
Xudo shunday yaratgan ekan, u tarjimai holini o'qidim. Yoshliklar qiynalib o'sgan, Alloh taolo menga kuch bergan, kuchi ko'p ekan. Ana rahmat doktor. Shundan g'ayrati ko'p ekan. Ana rahmat. G'ayratidan ko'ra rejasi ko'p ekan. Ana rahmat doktor. Lekin shunga biz hammamiz bir bo'lib, millionlar, qo'shni mamlakatlar hammamiz bir bo'lib yordam qilsak, shu amalga oshadigan gapni gapiryapti. O'sha tojik bir do'stimiz bor edi. U yozib olgan ekan shu joylarini, gaplarini. Bor narsa endi uni o'ylab chiqarib to'qima degan emas. Odilov oddiy ko'cha tilida va qisqa lo'nda gapirishni yoqtirgan. Sharof Rashidov uchrashuvlardan birida Ahmadjon Odilovga gapirishda diplomatroq bo'ling deya maslahat bergan ekan. Qo'polroq qilib aytganda dehqoncha gapni gapirib qo'yganlarda, u o'ylamasdan turib chiqqan emas, u odamni o'zini tarzi, gapirish uslubi shunday bo'lgan. Xayolida nima bo'lsa, shuni ochiqchasiga gapiravergan. Bekitib, aylantirib, yumshoq qilib o'rab gapirish bo'lmagan. Mana ham aytardilar, juda diplomat bo'lib ketsanda, rosa aylantiryapsan gapni dedilar. To'g'risini gapirganni yoqtirgan. Lo'nda qilib aytish kerak, qisqa aytish kerak. Shuning uchun Sharof aka aytgan gaplari bor, diplomatmasiz deb aytganlar, men diplomat bo'la olmayman. Men ichimdagi gap qanday bo'lsa, shunday gapirishga o'rganganman Sharof aka. Shu ko'pchilik rahbarlarga bu gaplar qattiq botganligi bor. Endi sekin-sekin ichida yig'ilib turganlari ham bo'lgan. Shuning uchun hali viloyat rahbarlari bilan hammasi bilan demayman, ba'zilar bilan ish yuritishlari qiyin bo'lgan juda. Chunki ular endi o'rganganki, katta rahbar, ularga yumshoq gapirish kerak, sal nima deydi, mulozimlik bilan gapirish kerak. Shuning uchun shu gapni qilolmagan ular. Bu vaziyatni tushungan odam bo'lgan, doimo masalan shu viloyat rahbarlari yangilik paytida shu bizni hovlidan chiqmagan. Chunki maslahat, qanday ish yuritish kerak, nima qilish kerak, hammasi Ahmadjon aka maslahatingiz bilan. Keyin sal bular kuchga kirib olgandan keyin haligi to'g'ri gap gapirgan odamlar yoqmay qolgan. Shunday bo'lgan. Lekin Sharof otam bilan muomala unaqa qattiq muomala borilmagan hech qachon, yaxshi muomala bo'lgan doim. Men masalan suhbatlar bo'lganda o'zim ishtirok etganman bir nechtasida. Muomala o'ta silliq bo'lgan. Shuning uchun qandaydir bir ziddiyatli o'rtada bo'lgan emas Sharof aka bilan. Chunki Sharof akani o'ta ziyoli odam deb bilardilar, shu umrini oxirida ham shunday deb ketdilar. Hali 100 yillik arafasida endi 16-yil 17-yilda qaror chiqardi. 16-yilda Shavkat Ramonovich hali saylovga o'tmasdan turib taklif berganlar. Qog'ozni o'zim yozganman, qo'l qo'ydilar. Shu kelgusi yil 100 yillik bo'ladi. Shavkat Ramonovich shu Sharof otaning nomini nima deymiz? O'sha rayonlar o'chib ketdi-yu, u paytga kelib. Rayon yo'q, faqat bitta ko'cha qoldi. O'sha nomlarini, xotiralarini tiklash to'g'risida iltimos qilib yozganlari bo'lgan. Menga aytdilar, men o'zim yozdim, keyin shu haligi shu paytda endi ishlash boshladik, mana xalq bo'ldi, xalq qabulxonasi yoki portal deymiz. Portallarga jo'natgan o'zim bo'lgan, shunday bo'lgan. Xo'sh, bugungi kunda odamlar Anvar akaga Odilovning farzandi sifatida qanday munosabat bo'lishadi? Sizni o'sha Ahmadjon Odilov farzandligingizni bilib qolsa, o'sha insonlar qanday reaksiya qiladi, qanday bir munosabat bildiradi? Menga shuncha qiziq. Bilasizmi, meni familiyam Odilov emas-da. Familiyam Ahmadjonov. Ahmadjonov. Birinchidan ko'pchilik Ahmadjonov familiya bo'lsa bilmaydi, lekin bilib qolgan odamlardan men yomon gap eshitmaganman otam to'g'risida. Zavodda ishlaganimda ham, o'sha davlat xavfsizligidan ketdim. Davlat xavfsizligiga ishlaganimda umuman odamlar bilmas edi. Ahmadjon Odilov o'g'li ekanligini, familiya ham boshqa. Ketgandan keyin endi zavodda ishladim. Ular hammasi biladi, chunki
KGB ishga joylayapti, kim ekanligini aytyapti. Sovuq muomala, yomon muomala men ko'rmadim. Sovet davrida ham Islom aka Karimov prezident bo'lgan davrda ham men ko'rmadim yomon muomalani. Xunuk muomalani, o palonchi odam o'g'li ekansan, bunday ekansan degan gap bo'lmadi. Lekin bitta haligi nima deydi? Odamni ranjitadigan narsa, mana siz ham filmingizni joylashtirdingiz. Mendan so'radingiz, intervyudingiz, men uncha rozilik emasligimni bildirdim, chunki odamlar aytadi, otasini kim deydi, kim yomonlaydi otasini. Hammasi yaxshi gapiradi degan gaplar bor. Shuning uchun siz filmni oldingiz, lekin o'sha filmdagi kommentariylarni men ko'proq o'qiyman. Filmni o'zidan ham. Yashang. Chunki o'sha kommentariylarda bitta odam yaxshi desa, bittasi neytral, o'rtacha desa, uchinchisi dahshatli odam bo'lgan deydi. Bu qayerdan kelib chiqadi bu narsa deyman men. Men shu kitobda yozayotganda, mana bunisini. Mana buni. 100 yillikka boshlagan. Men internetdagi shu kommentariylarni o'qib ko'chirib oldim o'zimga. Ko'chirib chiqib bitta maqola qilib berdim shuni. İnternetda mana shu ijtimoiy tarmoqda Odilov haqidagi fikrlar berdim. Ijobiy fikrlarni yozgan odamlarning saviyasi bilinib turibdi, baland. O'qimishli odam, yozishidan ham bilinadi, xato kam. Imlo xatolar. Keyin ijobiy tomonda bu yerga berayotganlar otam bilan ko'rishgan, yo otasi ishlagan, yo akasi ishlagan, o'shalardan eshitgan. Bular o'zlari birga ishlagan. Bular ijobiy yozyapti. Mujmal yozganlar bor, ular qat'andir bir bola eshitganu, lekin kichkina pashta katta pashtaga o'raliblar. Bilmayapti nimaligini. Endi haligi mutlaqo negativ yozganlar bor. Ular men shu kitobda yozdim, buni dedim, kitobga keltirsam, uni xatosini to'g'rilash kerak. Xatosini to'g'rilasangiz, imlo xatosini. U fikr o'zgarib ketadi. Shuning uchun bitta ikkitalarini keltirdimda, asosiysi shu negativ fikr berganlar aytadi, jimjitlik kitobini o'qinglar dedi. Savolni men endi bermoqchi edim. Said Ahmadning Jimjitlik asarini men ham o'qiganman. Yo, mana jimjitlikda yana bittasi, sizni kechagi filmingizga bittasi yozyapti. Ahmadjon Odilovni kimligini bilishingiz uchun Pirimqul Qodirovni Jimjitlik asarini o'qing deyapti. Mana ko'rdingizmi? Yo'q. Uzr. Mana bu saviya, o'sha gapirayotgan odamni saviyasi. O'qimagan u odam shu kitob. Anvar aka, suhbatimiz yakunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishganini, Ahmadjon Odilovni oqlashni so'rayotganlarini bildirdilar. Mana ko'rsatuvimiz oxiri bugun biz yakunlaymiz siz bilan. Meni qiziqadigan bir savol sizdan ham so'ramoqchiman. Turgan joyimiz hozir Yangi O'zbekiston, Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosati, biz o'qlanib kelganmiz. Xitoyda o'zimizdan anaqasida mana shunaqa ko'rsatuvlar olib yuribmiz. Biz birinchi prezidentni yomonlashga meni haqqim ham yo'q, bilasizmi? Uning kishini ham yaxshi tarafi bor, yomon tarafi bor. Ba'zi birovlar yomonlashga o'tib olgan, lekin men unaqa odam emasman. U kishini ham yaxshi tarafini ham aytamiz, yomon tarafini ham aytamiz. Endi mana hozir yanada ham ochiqlik bor. Oldinga qaraganda misolan sizda Ahmadjon Odilov oqlanmadilar. Inom Usmonxo'jayev oqlandilar. U kishi Shavkat Miromonovichga xat yozadilar. Ya'niki meni oqlaying deb, u kishini oqlaydilar. Sizlardan ham mana shunaqa harakatlar bo'ldimi degan savol meni qiynaydi. To'g'ri. Inomjon aka Buzurxo'jayev, haligi Usmonxo'jayev bir marta emas, 10 martalab yozganlar. Oqlash yuzasidan. U kishi Islom Karimov davrida, lekin ilmadilar. Bo'lmadi. U kishini javob berishga ham xohlamadilar. Mana Allohga shukr qilish kerakki, shu odam hayotini oxirgi bir haftami, 2 haftasini oqlangan nomini eshitib ketdi dunyodan. 2016-yil oqlanib 2017-yilda vafot etadi. 1 yildan keyin. 1 yil bo'lmadi.
Bir yil bo'lmadi. bo'lmadi bir yil. Biz Wikipediyada o'qiganimizda 2016-yil oqlangan. Endi masalan bizga keladigan bo'lsak, Ahmadjon Odilovni oqlash haqida kerak bo'lsa, gap bo'lsa, otam bu ma'noda ariza umuman qilmagan. Qilishni istamagan ham. Men bir aytdim, bir yozaylik dedim, mana yangi prezident bo'ldi, oqlash to'g'risida aytsam. Men dedi, o'zimni oqlash uchun hech kimga murojaat qilmayman dedi. Xo'p dedim, ana orden, medallar mahrum etilmaganda odam. Mahrum etilmagan. Shularni qidirib topishga ruxsat bering dedim. Yo'q dedi. Men dedi o'sha sotsialistik mehnat qahramoni oltin yulduzi deb shuncha azob chekdim. U Lenin ordenini ham, oltin yulduzini ham ko'rishga toqatim yo'q dedi. Kerak emas dedi. Endi yangi zamon bo'lgandan keyin, mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin siz ham ilhomlanib keldim deyapsiz. Sizga o'xshagan vatanni patriotlari keldi, to'g'rimi? Ko'pchilik keldi. Mana shu kitoblarda yozish uchun ilhomlanganim shu Shavkat Miromonovichni siyosatidan. Bo'lmasam men qilmagan bo'lardim bu narsani. Men o'yladimki, shu bugungi zamonda qabul qilinsa kerak, shu men tarixni qanday bo'lganini, otam tarixi, boshqa tarixga tegmaganman. Qiziq bo'lsa kerak xalq uchun degan ma'noda yozdim. Lekin oqlash haqida biz ham murojaat qilmadik. Mana necha yil bo'lsa. Mana shu 100 yillik tavalludlarning 100 yilligi arafasida tanish bilishlar qo'ymadi. Ariza yozing dedi. Ariza yaqinda berganman, hali javob ham kelgani yo'q, boshqa ham kelgani yo'q. Ariza yozdim. Mana shuki endi prezidentimiz shu 20-yilda undan oldin ham ota haqida ijobiy fikrlarda aytdilar-da. Endi bu bor narsa. Odamlar aytdi, yozilgan joylarda, kitoblar, maqolalarda qayd etildi. Shuncha gapiryaptilar, siz yozing bitta ariza, oqlash kerak odamni. Men aytdim, otam ariza yozmagan, men qanday qilaman deb. Otangiz kechiradi dedi. Keyin men yozdim, shu may oyida berdim. Hozircha javob yo'q. Kutamiz qani. Xudo xolasa. Anvar aka, sizga kattakon rahmat. Juda xursand bo'ldik. Qasd bilan. Xulosa o'rnida shuni ma'lum qilamizki, Ahmadjon Odilov uzoq yillar xalqqa xizmat qilib, turli g'oyalarni tadqiq etgan, aholini yangi marralar sari yetaklagan. Biz Namangan viloyatining Pop tumanidagi oqsoqollar bilan suhbatda ham bunga amin bo'lgan edik. Mahalliy insonlar bu insonni rasman oqlash bo'yicha bot fikr bildirishgan o'shanda. Murojaatlar tegishli tartibda ko'rib chiqilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi.